Bahor keldi. Lekin ko'pchilikning salomatligida esa muammolarning boshlanishi. Burun bitishi, yo'tal, aksirish, havo yetishmaslik hissi. Siz buni shamollash deb o'ylaysizmi? Bahor faslida allergiya sabab nafas yo'llarida muammolar ko'payadi. Afsuski ko'pchilik bu allergiyani shamollash deb adashtirib yurishadi. Natijada kasallik chuqurlashadi hamda nafas yo'llariga jiddiy shikast yetadi. Pulmonolog allergolog sifatida qabulga keladigan bemorlarda ham aynan shunday muammo yillar davomida mavjud, lekin tekshiruvlar to'g'ri o'tkazilmagan bo'ladi. Oddiy allergiya testlari hamda nafas yo'llari tekshiruvi orqali muammoni erta aniqlash mumkin. Muammo aniqlansa, muolaja oson, oddiy hamda samarali bo'ladi. Agar sizda burun bitishi, burun oqishi, yo'tal, aksirish, nafas qisishi hamda havo yetishmaslik hissi paydo bo'ladigan bo'lsa, bu oddiy shamollash bo'lmasligi mumkin. Tekshiruvlardan o'tmoqchi bo'lsangiz, qabulimga keling.